Aminosid kompaniyasi hozirgi kunda o'zining bir qancha keyingi yillar uchun mo'ljallangan va ayni hozirgi damda sinovdan o'tkazilayotgan bir qancha yangi mahsulotlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bularni yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va bularni tanishtirishdan maqsad nima? Sababi qishloq xo'jaligida turli xil omillar, turli xil mineral o'g'itlar va bir qancha texnologiyalarning qo'llanishi natijasida ulardan to'g'ri foydalanmasdan qo'llanish natijasida tuproqning ifloslanishi, tuproq tarkibining buzilishi, natijada esa o'simliklar yuqori hosil olish, unib chiqishi va sifatli o'sishiga bir qancha salbiy ta'sirlar ko'rsatmoqda. Aynan bunday yechimlarni Aminosid kompaniyasi bu muammolarni hal qilish va ularga ilmiy jihatdan yondashilgan tuproq strukturasi va uning mikroflorasini yaxshilovchi bir qancha preparatlar ustida ish olib bormoqda va shulardan biri hisoblangan Aminosid Multizyme bilan tanishtirib o'tamiz. Ya'ni Aminosid Multizyme. Aynan bu preparatning xususiyati nimada? Bu preparatimiz tuproq tarkibidagi foydali mikroorganizmlarning ko'payishi uchun kerakli bo'lgan barcha muhitlarni ta'minlab beradi. Foydali mikroorganizmlar, simbioz organizmlar, bakteriya, zamburug'larning o'simlik uchun foydali hisoblangan barcha turlarni ko'paytirishda va shu bilan birgalikda tuproq strukturasida noto'g'ri oziqlantirish natijasida to'planib qolgan bir qancha turdagi ozuqa elementlarni o'simlik tomonidan faol o'zlashtiriladigan shaklga olib keladi va shu bilan birgalikda tuproq singdirish kompleksi mexanizmlarini normallashtiradi. Bu esa sog'lom zamin va yuqori hosilning garovi hisoblanadi.